Yo, assalomu alaykum. Sizlar bilan Render MC. Bugungi video juda tez olindi, chunki bugungi video uchun hamma aytganlarim. Короче, do'stlar, hammaga rahmat. Men juda xursand bo'ldim. 45 ta obunachi bo'ldik, 50 taga oz qoldi. Mana fikr oling, bugungi videoda ancha boshqacharoq bo'ladi. Bugungi videoda biz Paulo Dybala, Rodrigo, Jude Bellinghamlarni full qilamiz. Qo'shida yetmaydi, lekin chala full qilamiz. Bolalar, juda xursandman. Hammangizga rahmat. 45 ta bo'ldi, 50 ta bo'ldik. Birinchi marta men bunday tez video qilishim, chunki hammangizga rahmat. Bu videoda biz aytganimdek bu o'yinchilarni full qilib ko'ramiz. Bizda katta yangilik bor. Unaqa dinamik nimaydi, olmos o'yinchilar kelyapti. Mana shunaqa rangli olmos o'yinchilar kelyapti. Dedisiga o'shaning uchun tezroq olmos yig'inglar. Mana menga shuncha olmos bor, men ham yig'ib ochishga harakat qilib ko'raman. Bunday bo'lsa ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Go! Full qilamiz. Birinchi bularni tagidan yuz chiqarib olamiz, chunki Bellingham bilan Dybalani pastdan yuz chiqarish kerak. Rodrigoni esa tepasidan chiqarish kerak. Shuning uchun ham xato bo'lib ketdi. Shuning uchun ham e'tibor bermaysizlar. Pastdan biz boshlaymiz. Mana birinchisi kimga tushar ekan? Cho'zilib ketmasin. Rodrigoga. Umuman omadsiz taklingga tushdi. Bir ham qimmat. Judayam taklingga tushdi. Omad bizga tupuryapti, qarab. Like va obuna bosib qo'yinglar. Pastga tushdi. Jude 86 bo'ldi. 85 bo'ldi Jude. Jude Bellinghamga tushyapti ana. 88 yaxshi. Yana Jude'ga tush. Bla, so'kishga majbur qilib dedisi. Bunaqa faqat taklingga, Rodrigon taklingga tushyapti. Voh, tushar ekansan-ku biron joyga. Dedisini ahmoqona ishlari. Bu shoting kerakli narsa tushdi birinchi marta. Qo'chida yetmasa keyin ikkinchi qismni olib kuchaytiramiz. Dybala legendarniy o'yinchiga tushyapti. Yomon yoqadi menga Dybala. Bu videoning ikkinchi qismida biz bularni bunday qilamiz. Bu hozir fil bo'lmaydi. Bo'lyapti, lekin to'liq fil bo'lmaydi. Pauloni pastidan уже 90 yetmayapti. Olmoslarni ishlatmaymiz, chunki olmoslar onaqa mayli legend chempion o'yinchilar bilan unaqa kerak bizga. Короче, dedesiga 7 ta kartasi bor, unaqa o'yinchilar kelyapti. Dinamik karta deganlar, keyin chempion karta ham kelyapti. Короче, do'stlar, umuman tanga olmos ishlatmaylar, faqat yig'inglar, olmos yig'inglar. Keyin tierlarni tushirib tashlaylar. Yana unaqa yutish uchun. Mana shunaqa gaplar. Shotingga tushyapti, yaxshi. Birinchi marta kuchaytirish haqida video olishim. Yana shoting. Mana shunday ketaversaydi, xursand qilgan bo'lardi desa. Iltimos, anaka. Rodrigoga tushganga qo'rqib ham qoldim men. Kimga? Anakay, malatsi. 82 bo'ldi Rodrigo. Yana fitness, forma beramiz. Vay, juda ham omadli. Qarsaklar chalish kerak. Dedisiga qarsaklar. Stamina. Juda staminasini yuz qilsak ham. Sal qoldi o'z boshiga o'rtadagini. Vah, asabimga tegyapti dedisi. Rodrigoga tushir, Bellinghamga tushir. Tezlikka tushsa ham yomon emas. Tezliklarni 80 dan qilib olsak ham juddi. Stamina bo'ladi, normal. Shovqinlar chiqsa e'tibor bermaylar, qushlar.
Bir narsa raqam shovqinda qilyapti. Stamina bo'ladi. Buni 80 qilib qo'yishimiz kerak stamina. Zo'r kuchaymayapti. Ko'ngildagidek kuchaymayapti. Lekin testga berganimda zo'r kuchaymadi-yu, lekin normalni kuchaydi. Bu tezlik. Aynan kerakli narsa. Shovqinga e'tibor bermaydi. Mayli, bitta ikkita tushsin, lekin setirlarga ko'p tushmasin. Qo'shishlar bo'ldi. Juda rasvo kuchaytiramiz bu ketishda. Jud Bellinghamni. Bechorani. U ana qanday aytib qaramagan payti omad yeb qani. Ana biz bitta taktika qilib ko'ramiz. Qani Judni bitta seterisiga tushsin, davay Judni seteriga tushsin. Taktika ish berdi. Ataylab seteriga tushsin desayda boshqa narsa beradi. Dedisi ham makkor. Qani. Seterisi. Rodrigoga zo'r tushibdi. Adashib ketdim, gapirishni unutib qo'yganman. Judga yaxshi. Mana ko'rishingiz. Shuni kuchaytira oldik. Mana. Do'stlar, mana bugungi video shunday mavzuda bo'ladi. Keyin bo'lar. Men qoch ko'p yig'olmadim. Yanagi videoda biz bularni full qilamiz. Buning uchun 45 ta obunachimiz bor. 45 ta obunachimiz 50 ta obunachi bo'lsak, 50 ta obunachi bo'lamiz. Keyin shu video bir 6 tam 7 tam like olsa, keyin stream yoqib, qoch yig'ib, o'sha qochlarni keyin video yig'amizda, keyin video qilib joylaymiz. Bitta undan qo'yganman, shart bo'lmay. Keyin bo'ldi. Qanaqa kartalar deydiganlar shu. Men hozir bitta video ko'rsataman. Mana PDS'da kelgan, sotib olsanglar bo'lar. Lekin arzimaydi puliga. 328 ta olmasin. Men nima qilsam deyapman. Mana shunaqa agent yig'iydi. Nimaga deyapman? Mana shu agent mayda chempion o'yinchilar keladi. Kalochi mana shunaqa agentda 30 tami yig'ib qo'ysanglar, 2 tami, 3 tami chempion o'yinchi olasizlar. 30 tami yig'ib qo'yish shunaqa agentda. Mana bunaqani yutinglar, o'ynaylardan o'ynaylar mayda. Zaman Dream Draft o'ynaylar. Chempion kubki bo'lgan-ku bu. Chempion o'yinchilar keladi. Siz kalochi olmos yig'inglar. Böyle bugungi video shu yerda tugaydi. Obunachilar cho'zilib ketmasin, uni joylash qiyin keyin. Mana shuni kuchaytirdik. 10 ta like, 5 ta obunachi kelsa bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Bu video juda tez bo'ldi. Omadsiz ham bo'ldi. Shuning uchun ham xayr obunachilar. Men shoshilyapman. Mana shunday. Kalochi sizlar tanga olmos yig'inglar. Rahmat obuna bo'lganlaring uchun.